Assalomu alaykum. Omatus kanali obunachilari, kanalga mehmon bo'lib qo'yinglar. Video ostida like, kommentariyada o'z javobinglarni kutib qolaman. 1996-yilga Tiko avtomashinamizni ko'rsatib o'taman. Sostoyanasi zo'r holatda turibdi. Ichki salon nima deydi? Bitta tomosha qilamiz ichki salon holatini. Polni asujit bo'lgan kraskalari, xo'p. Oma suyaklari butun. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pultlari o'rnagan. Rulni ko'ringlar, rul nima deyapti? Avtomat korobka, audio sistema. Eng qizig'i start stop. Yurgani 500 mi qancha? 454 ming ekan. Video registrator. Salon holati, zo'r holatda turibdi akalar. Orqa tomoni tonirovkalar, hamma yog'i joy-joyida. Samferlar ham o'rnagan, ha? Samferlar ham o'rnagan. Eng qizig'i 5 qator shumka bo'lgan akalar. Zo'r holatda. Mixtay bo'lib turibdi. Telefon raqam berib yuborasizmi? 99 lik. 913 95 80 ga aloqaga chiqinglar. Narx-navosini kelishinglar, qiziqqanlar bo'lsa, tez aloqaga chiqaverasizlar.